Qara, hozir nima qilaman? Ey, to'g'ri qo'ysalaring bo'lmaydimi? Qachongacha sanlan deb menga peshtaman. Menga qara. O, pochcha. aka. Xo'jayinni o'lmasang o'zingga. Nazmonli muomala qil. Olsang ishimni olasan-da. O'zingizni bosing. Aka, bo'ldi qiling, xo'jayin qochib ko'rib qoladilar. Yosh bola aka axir. Sen ham yoshimizni hurmat qilsang bo'lardi. Ort qo'lingni. Ko'rasan hali. Dadajon, eshityapsizmi? Labayona qizim. Dadajon, meni tabriklashingiz mumkin. Xo'p, nima bilan? O'qishga kiribman, dadajon. Tabriklayman. Faqat o'ylab ko'rsam, o'qimoqchi emasman. Nega? 3 ta opamni o'qitdingiz. Sizga ortiqcha yuk bo'lmoqchi emasman, dada. Qizim. Bu nima deganing? Puldan xavotir olma. Pulim ko'p. Hammanga yetadi. Qiynalmang deyman-da, dadajon. Men senga biror marta qiynaldim deb aytdimmi? Yo'q. Unda eshit. Menga seni o'qishing va kelajakdagi orzularing muhimroq. O'qiysan. Gap tamom. Rasul aka, kelyapsizmi? Ha, tezroq bo'ling, xo'jayin gapiryapti. Aka, nimaga xo'jayinning o'g'liga baqirdingiz? Otasini oldiga kirib ketdi. O'zi bir qiltiriq bo'lsa, ishdan haydasa nima qilamiz? Rizqni berguvchi Alloh. Nimasidan qo'rqasan o'shani? Ha, endi Buni qo'y. Qizim o'qishga kiribdi. Tabriklaymiz. Endi abetni puli ham kontraktga ketar ekanda. Nima deganing? Rostdan hamda aka, 3 ta qizingizni ham og'ir mehnat bilan o'qitdingiz. Nima foydasi bor sizga? Baribir uyingizdan chiqib ketsa, men-ku mayli. Sizga achinaman. Ertadan kechgacha og'ir mehnat qilib, og'ir yuk ko'tarib, mardikorchilik qilamiz. Sal o'zingiz uchun ham yashang aka. Ja aqlli bo'psanmi? Bilib qo'y. Farzandlarimning orzusi har qanday og'ir yukimni yengil qiladi. Bundan keyin sal ko'proq ishlaymiz-da, shogird. Nima ish qilamiz? Nima to'g'ri kelsa qilamiz. Faqat halol bo'lsa bo'lgani. Bo'sh paytda balon qoraytiramizmi? Dardni dard deb bilmagan otam, qaddi sira sinmagan otam, farzandlari iqboli uchun mehnat qilib tinmagan otam.